Assalomu alaykum, Chorva ishqibozlar. Xudo xolasa navbatdagi zakamizimizni Farg'ona viloyatiga Yormazorga o'rnatib edi. Xudo xolasa bitta ko'rinishga ahamiyat berasizlar. Uzunasiga 3.60 qilingan, eniga 1.5 metrli tomlarni xudo xolasa balandroq qilib yasab berganmiz. Taylari pozdaxtali bo'ladi. 3 ta keletga bo'lib chiqqanmiz akalar. Xudo xolasa ko'ryapsizlar. Har bir xonasi ikkita-ikkitadan qo'y turadigan holatda qilib yasalgan. Yaqinroqlardan ko'rsatsak, mana bitta eshigi, bitta oxir, mana 3 ta oxir, 3 ta eshik qilib yasalgan. Xudo xolasa yig'ilib sochiladi, taklanadigan holatda qilib yasalgan akalar. Xudo xolasa mana tomlarni taylari falgalarni qo'yilgan, orqaga qilib uklonlar qilib yasab bergan. Xohlovchilar uchun yon atroflarni bekitish imkoniyatlari ham bor. Buni xudo xolasa poldaxtalardan go'yinlar tagiga tushib ketgandan keyin tozalash imkoniyatlari ham bo'ladi. Ayoqlarni, lagilarni xudo xolasa kashaylarigacha chiroyli holatda qilib yasalgan akalar. Bitta ko'rinishga ahamiyat berasizlar. Xudo xolasa qiziqqanlarga pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Shu holatda tayyor bo'lishi narxi qiziqqanlarga shu holatda tayyor bo'lishi 5 million 600 ming so'mga, agar tomlari bo'lmasa 4 million 700 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Dastavka masalalari Farg'ona, Marg'ilon shahri ichiga bepul viloyatlarga kelishilgan holda jo'natib berish imkoniyatlari bor. Akalar, qiziqqanlarga mana shu video tashlab qo'yishingizdan chiqmasin. Kimga manfaatli bo'lib qolishi mumkin. Hammalarning choralaringga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.